Şu karşını narxı saçon mana bo'lyapti. Şu pokrem bilan narxi bir xil. Shuni remont qilamiz bugun. Assalomu alaykum do'stlar, sog'liginglar yaxshimi, tinchmisizlar? Bugun shom ish yo'q edi, podработкадamiz. Avtorazborda. Ko'rib turganinglardek, sonra ekskavatorda qaytisini ishlariga navarka qilib berish kerak ekan, xudo xolasa. Yarini buyog'ini. Bitsi, ya'ni 3 qator qilib navarka qilib berish kerak bo'ladi do'stlar. Shuni 200 mingga gaplashdim. Tezroq tugatib ketishga harakat qilamiz. Natijasini ko'rasizlar. Ular ish ketyapti sekin-sekin. Qilib qo'ysan demaylarim. Bronzaga o'xshab qo'yilyapti. Men bunaqasini ishlatib ko'rmaganman hech qachon. Birinchi qo'y ketdi, endi to'rlaymiz endi do'stlar. Ichida ishlab shuna olib ketganmi? Yog'ni ichida ishlab. O'zi shunaqamikin. Where from? Ghana. Ghana? Yes. Böyle kredilik, doğrusu dostlar, sensörü yok, doğrusu sensör yok alışa gerek. Klient davulun. Okey, doğrusu iştigatlik. Klient davulun. Budur bo'lsa ham shunaqa bo'lishi kerak deyapti. Yaxshi ushaydi ekan, deyman.